Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Alloh taoloning madadi bilan sizlar bilan Misrli Sheyx Xoliddin Mahmud Jahaniy hafizahullohning Ramazonga tegishli bo'lgan bir kitoblaridan darsga boshlagan edik. Alloh taolo mana shu qilayotgan darslarimizni davomli qilsin. Alloh taolo bilmaganlarimizni o'zi bildirsin. Bilganlarimizga amal qilishga Alloh taolo o'zi tavfiq bersin. Mana bugun Jumadus Saniyda 26-kuni. Alloh taolo hammalarimizni muborakli bo'lgan Ramazon oyiga o'zi yetkazsin. Bugungi darsligimiz 16-darsligimiz. Alloh taolo mana bu qilayotgan darslarimiz davomli va manfaatli qilsin. Kitobimizni 3-bahsini 3-mavzuda dars qilib ketgan edik. 3-mavzuda Ramazon oyini qanday kutib olinadi degan mavzuni mana shu mavzuda dars qilib ketgan edik va to'xtalgan joyimizdan darsimizni davom ettirib boshlaymiz. Mana shu Ramazon oyini kutib olish edi. Inson haqiqiy Alloh subhanahu va taologa tavbalar bilan Ramazon oyini kutib olishlik. Ya'ni o'zi bilan Allohning o'rtasidagi haqlarni ado qilishlik va haq qanday desa, mana bu 3 ta sharti bor dedi, tavbalarning sharti. Banda bilan Allohning o'rtasida va banda bilan bandaning o'rtasidagi haqlarni ham zikr qilyapti. Bu 4 ta dedi. 3 ta sana yuqorida aytilgan banda bilan Alloh o'rtasidagi va 4-inchisi bandalarning haqlarini berishlik. Bu haqlarni turlar bir qancha turlar bor ekanligini aytib o'tgan bo'ldik. Demak, Ramazon oyini mana shunday haqiqiy tavbalar bilan inson kutib olishi kerak. Inson borki bu gunohdan xoli emas. Shuning uchun mana Ramazon oyi kelishdan oldin Ramazon oyi kirib borayotganda inson shu tavbalarni bir isloh qilishi kerak. Haqiqiy Alloh subhanahu va taologa tavbalarimizni izhor qilishimiz kerak. Oxirgi darsligimizda o'qilingan so'z fa in fuqida ahadu hadhihi shurut lam tasih tawbatuhu degan so'zni to'xtagan edik. Agar mana shu yuqorida aytilgan shartlar birontasi topilmasa, tavba sahih bo'lmaydi, tavba haqiqiy bo'lmaydi. Inson mana tavbasini haqiqiy qilishlikka harakat qilishi kerak. Mana to'xtalgan joyimizda davom ettirib boshlaymiz. Va tavbatu ghayru muqtasira ala asati wal muzannabin faqat bal yajibu ala kulli muslim yatuba ila Allah ta'ala. Lidhalika lamma amara Allah bi tawbati amara biha ibaduhu al-mu'minin. Tavba qilishlik faqatgina gunoh qiluvchi muzannabin, gunoh qiluvchi va osiy bo'lgan odamning o'ziga cheklanmagan deyapti. Demak, tavba qilishi faqat gunohkor odamning o'ziga cheklanmagan. Bal yajibu ala kulli muslim, balki har bir musulmonga ayatuba ilalloh taala, Alloh taologa tavba qilmoqligi vojib bo'ladi. Masalan, bir odam gunoh qilsa, ana shu odamning tavba qilishi kerak Alloh taologa degan tushuncha bo'lmasligi kerak, balki hamma inson Alloh subhanahu va taologa doim tavba qilishi kerak. Doim bizning tilimizda nima tavba bo'lishi kerak. Alloh taolodan gunohlarimizni kechirishini, mag'firat qilishini so'rashimiz kerak. Alloh taolo aytadiki: "Qala jalla va ala ya ayyuhallazina amanu tubu ilallohi tawbatan nasuha." Men Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Ey iymon keltirgan kishilar, sizlar Alloh subhanahu va taologa haqiqiy tavba qilinglar" deyapti. Tavbani o'zingiz emas, balki nasuhan, haqiqiy tavba bo'lishi kerak. Hayotda ham har bir narsani haq holati bo'ladi, ya'ni asl holati bo'ladi va uni zaif holati bo'ladi. Har narsada bu narsa ko'rinadi. Xuddi shunga o'xshash tavba ham shunday. Tavbani o'zingiz emas. Tavbani o'zi emas, balki tavba haqiqiy bo'lishi kerak. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo Qur'onda juda ham ko'p o'rinlarda ya ayyuhallazina amanu deb Alloh taolo faqat iymon keltirgan kishilarga Alloh nido qiladi. Mana shu nido qilgandan keyin Alloh taolo musulmonlarni bir ishga Alloh taolo buyuradi yoki bir ishdan qaytaradi.
Alloh taolo mana bu yerda buyuryaptiki, ya ayyuhallazina amanu, ey iymon keltirgan kishilar, ey Allohga va rasuliga iymon keltirgan kishilar, sizlar Alloh taologa tavbatan nasuhan, haqiqiy tavba qilishni tavba qilinglar deb Alloh taolo buyuryapti. Yani har bir mo'min kishi o'zini tavbasiga bir nazar solishi kerak. Banda bilan bandaning o'rtasidagi tavbaga va Alloh bilan o'zining o'rtasidagi tavbaga inson nazar solishi kerak. Qanchalik darajada o'zi bilan Alloh taoloning o'rtasidagi tavbasi men tavbam sahih ekan, qanchalik bu odamlar o'rtasidagi tavbam qanchalik sahih ekan deb inson buni tekshirishi kerak. Shuning uchun Alloh bilan bandaning o'rtasida 3 ta shart va banda bilan bandaning o'rtasida 4 ta shartni mana bu Sheyx Xolid Mahmud Juhani zikr qilyaptilar. Demak, har birimiz mana bu narsani e'tibor qilishimiz kerak. Haqiqiy Alloh subhanahu va taologa tavba qilishimiz kerak. Va yana Alloh subhanahu va taolo aytadiki, tubu ilallohi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Sizlar Alloh taologa ey mu'minlar hammanglar tavba qilinglar deyapti Alloh taolo. Ey mu'minlar, sizlar hammanglar Alloh taologa tavba qilinglar deyapti. Ya'ni mu'minlar deyapti. Ayyuhal muzannibun demayapti Alloh taolo, ayyuhal mu'minun deyapti. Ey mu'minman degan insonlar, sizlar hammanglar Alloh taologa tavba qilinglar, la'allakum tuflihun, shoyatki sizlar mana bu tavbalar orqasida najot topsanglar, bir yutuqqa tuflihun, najot topsanglar deyapti Alloh taolo. Shoyatki sizlar najot topsanglar deyapti. Shuning uchun biz birodarlar doim tilimizda astag'firulloh va atubu ilayh kalimasini tushirmasligimiz kerak. Doim Alloh subhanahu va taologa tavba istig'forlarni aytishimiz kerak. Va kullama izdadul imanu kathurat tawbatu wal ubatu ila Alloh ta'ala, lidhalika akthara man yatubu ila Alloh tabarak va ta'ala hum ahlus salah va taqwa. Har qachon iymon ziyoda bo'lsa, qachonki iymon ziyoda bo'ladigan bo'lsa, tavba va Alloh subhanahu va taologa bo'lgan qaytish ko'payadi insonda. Qachon inson iymoni ziyoda bo'lsa, iymon qanday ziyoda bo'ladi? Solih amallar bilan insonning iymoni quvvatlanadi. Demak, ma'siyat bilan insonning iymoni pastlab boradi. Shu narsani inson hech qachon esdan chiqarmasligi kerak. Qancha ko'p toat qilsak, shuncha Alloh taolo yaqinlashib, iymonimiz ziyoda bo'lib boraveradi va Alloh taolo iymon ziyoda bo'lgandan keyin Alloh taoloning buyruqlarini qilishlik va Alloh taolo qaytargan qaytish oson bo'ladi. Birinchi nima ekan? Birinchi Alloh taologa bo'yin egib, Alloh taolo aytganini qilgan bo'lsak, iymon kuchayib boradi. Keyin bu Alloh taolo buyruqlarini qilishlik yengillashib boradi insonga. Qancha insonning iymoni zaif bo'lsa, toatlar qilish shuncha qiyin bo'ladi. Masalan, iymoningiz baquvvat bo'lsa, kuchli bo'lsa, namozlar o'z vaqtida o'qiysiz. Namozlarga harakat qilasiz. Xushu-huzurlar, hamma namoz talab qilingan arkon, shart, odoblar insonda yuzaga kela boshlaydi. Lekin iymon zaif bo'lsa, namozlar qazo bo'ladi. Namozlarni o'qimay qo'yishlik bo'ladi. Xushu-huzur bo'lmaydi. Inson bu narsani o'zi sezadi inson. Qalban bu narsani namozda zaiflik paydo bo'lganini inson qalbi sezadi. Mana shu narsadan Alloh taolodan panoh tilashimizki, bu g'aflat juda ham yomon narsa. Iymon ziyoda bo'lsa, insonning tavbasi ko'payadi va Alloh subhanahu va taologa qaytishlik ko'payadi. Alloh taologa bo'yin egib, Alloh taolo buyruqlarini qilib, Alloh taologa qaytishlik insonning ko'payadi. Zalika, shuning uchun aksara ma yatubullohi tabarak va taala, shuning uchun Alloh subhanahu va taologa tavba qilgan kishilarning ko'plari hum ahlus salah. Ular nima? Salah, ya'ni salohatlik ahli bo'ladilar, taqvo ahli bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo tavbani ko'p qilgan odamlar oxir natijasi va taqvo ahli bo'lib yetishib chiqadi. Va salohatli qavm, salohatli jamoat bo'lib yetishib chiqadi. Yaxshi jamoat, taqvodor jamoat bo'lib yetishib chiqadi. Sharti nima ekan? Sharti Alloh subhanahu va taologa ko'p tavba qilsa. Sheyx mana bu tavba haqida bir qancha hadislarni zikr qilgan. Ali ibn Umar radhiyallohu anhuma annahu sami'a
Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yaqul: "Ya ayyuhan nasu tubu ila robbikum fa inni atubu ilayhi fi yawmil mi'ati marra." Ravohi Imom Ahmad bi sanadi sahih. Imom Ahmaddan rivoyat qilinadi va bu hadisni sanadi sahih. Ibn Umardan rivoyat qilinadi. Aytadiki, Ibn Umar: "Men dedi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning aytganligini eshitdim" dedi. Ibn Umar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam eshitgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki: "Ya ayyuhan nas, ey insonlar." Mana payg'ambarimiz odamlarga yuzlanib: "Ey insonlar, tubu ila robbikum." Sizlar Robbilariga tavba qilinglar. Robbilariga tavba qilinglar. Fa inni atubu ilayhi fi yawmi mi'ata marra. Payg'ambar alayhisalom odamlarga nido qilib Robbilariga tavba qilinglar deb payg'ambar alayhisalom o'zlarini Alloh subhanahu va taologa bo'lgan Alloh taologa qilgan tavbalarini payg'ambar alayhisalom izhor qilyaptilar. Albatta men bir kunda Alloh taologa 100 marotaba tavba qilaman deyapti. Alloh subhanahu va taolo payg'ambar alayhisalomni avvalgi keyin gunohlarini kechirgan. Mana shunday bo'lsa ham payg'ambarimiz doim Alloh taologa tavba qilgan. Inson bir gunoh qilib qo'yganda, bir boshiga musibat tushib qolganda Allohni eslash emas, balki qiyinchilikda ham, yengilchilikda ham inson Robbisini eslashi kerak. Faqat inson insoniy qilib gunoh qilib qo'yganda faqat tavba qilish emas, balki gunoh qilmagan holatda ham Alloh taologa tavba qilishimiz kerak. Bu qanday, nega tavba qilinsa, bu Alloh taolo bo'lgan shukrona. Alloh taolo biz mana shunday gunoh ma'siyatlarni saqlaganiga Alloh taologa tavba qilib tursak, biz buni eslab turamiz. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo eslatadi tavba qilsak. Chunki payg'ambar alayhisalom mana fa inni atubu ilayhi fi yawmi mi'ata marra, men deyaptilar bir kunda 100 marotaba Alloh taologa tavba qilaman deyaptilar. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu qala sami'tu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yaqul: "Wallahi inni lastaghfirullah wa atubu ilayhi fi yawmi akthara min 70 marra." Ravah Buxoriy. Buxoriydan rivoyat qilingan hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning mana bunday deb aytganligini eshitdim dedilar. Payg'ambar aytadiki: "Vallohi Allohga qasamki, inni astaghfirullah va atubu ilayhi fi yawm." Allohga qasam ichib aytamanki, men bir kunda Alloh taologa istig'for aytaman, unga tavba qilaman, bir kunda 70 marotabadan ko'proq deyaptilar. Mana payg'ambar alayhisalom bir kunda 70 marotadan ko'proq Alloh taologa istig'for aytaman va unga tavba qilaman dedi. Ya'ni yuqorida hadisda 100 marotaba dedi payg'ambarimiz. Bu hadisda 70 marotadan oshiqroq Alloh taologa tavba qilaman deyapti. Endi biz o'zimizga bir savol beraylik. Biz qancha istig'for tavba qilyapmiz bir kunda? Payg'ambar alayhisalom 100 marotaba, 70 marotaba ko'p tavba qilardim deyaptilar. Endi biz bir kunimizni bir tekshiraylikchi, biz qancha darajada Alloh taologa tavba qilyapmiz. Demak, payg'ambar alayhisalom hadisda zohirda ko'rinib turibdiki, mana mi'ata marra deyapti, 100 marotaba, 70 marotadan ko'proq deyapti. Ya'ni istig'for tavbalarini payg'ambar alayhisalom hisoblaganlar. Demak, biz ham payg'ambar alayhisalomni mana bu sunnatlarga ergashgan holatda, demak, kunimlik bu bizga sunnat. Ertalabda va kech paytda Alloh taolaga shunday istig'forlar aytishimiz kerak. Gunohlarimizga tavba qilishimiz kerak Alloh taoladan. عن الأغار المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يغان على قلبي فإني لا أستغفر الله في يوم 100 مرة. رواه مسلم دان رواية حديث. أغار المزني رضي الله عنه دا رواية قلناد رسول الله صلى الله عليه وسلم aytdilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ala qalbi, o'zining qalbida layug'on degani bu g'aflat. Ya'ni inson bu narsadan xoli bo'lmaydi, insonning qalbida shunday g'aflat bo'ladi. Insonning qalbida bir g'aflat bo'ladi, inson bundan hech bir xoli bo'lolmaydi. Insonni masalan bir har xil o'y fikrlar keladi, inson qalbida shunday narsalar paydo bo'ladi. Modomiki buni gapirmasa, buni qilmasa inson gunohkor bo'lmaydi. Demak, layug'on ya'ni insonning qalbidagi bir g'aflat.
ya'ni qalbida bo'lgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ala qalbi qalbida bir g'aflat bo'lardilar. Fa inni lastaghfirulloh fi yawmi 100 marra. Payg'ambar aytadilarki, albatta men mana shunday bo'lganda Alloh subhanahu va taologa bir kunda 100 marotaba istig'for aytaman deyapti. Demak, insonning qalbida shunday bir g'aflatlar bo'ladi. Mana shu g'aflatlardan inson omonda bo'lishi uchun istig'for va tavbalarni ko'p qilish kerak. Alloh taolo mana shu qilayotgan darslarimizni davomli qilsin, Alloh taolo manfaatli qilsin. Mana bu hadislarda keltirishligi bizni asosiy qilayotgan darsligimiz bu o'sha Ramazonga tegishli. Ramazon kelishidan oldin mana shunday tavbalarni inson yangilab, Alloh taologa ko'p tavba qilib, mana Ramazon oyini shunday inson kutib olishi kerak. Shuning uchun bima yustaqbala shahr Ramazon, Ramazon oyini nimalar bilan inson kutib oladi deb sarlavha keltirgan. Mana shunga mana bu tavbalar bilan, istig'forlar bilan Ramazonni kutib olinadi deb mana bu oyat hadislarni dalil qilib keltiryapti. Alloh taolo hammalarimizni mana muborakli bo'lgan Ramazon oyiga mana shunday istig'for, tavbalar bilan Alloh taolo Ramazon oyini kutib olishimizga o'zi madadkor, yordamchi bo'lsin.